İkinci hadis Vadin'den rivayet kılınan hadis bulup, o mundaq deydi. Ma'lum bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı keldi de, ey Allah'ın peygamberi, biz cahiliyet yaşagan, putlarga ibadet qilgan kişiler idik. Ballarımızı öldürettik. Benim bir kızım var idi. Falamma acabat ibadetel avsani, yani putlarga ibadet qildiğanga kelin kızım deb chaqirsam, kendimden ergişip kiletti. Gepimni anlığıda şunaq buğa vaqtida deydi. Yana men onu chaqirsam, shunda xo'shal xo'ramalatda, xo'sh bo'lib dada deb kendimden ergişip kelgidek buğa shu yoshga kelgan chaqda men bir kuni qizimni chaqirdimda menga ergashdi. Men mengib uyimdan ancha jiroq bo'lmagan bir quduqning eniga keldim. Onun qo'lini tutdim, ondan onu quduqqa tashildim. Ve kana ahira ahdi biha an taqula ya abata. Ang ahirqi degan gapi bo'lsa, dada deb shu quduqqa tashiyotgan vaqtimda shunday chaqirdi. Peygamber aleyhisselam onun bu gapini anlab, yig'lab ketdi. Hatta va kafa dam'u aynayhi. Degini kafa degini salih. Ko'z yoshlari quyilib ketdi. Axdi, mangziga tushdi. So'rinda o'tirayotgan kishilardan ma'lum bir kishi bunda dedi. Peygamber aleyhisselamdan bir o'tirgan kishilardan birisi eliq odamga qarab turib, "Ahsanta Rasulullah" dedi. "Sen Peygamber aleyhisselamdan ko'nglini yerim qilib qo'yding-ku" dedi. Peygamber aleyhisselam onunğa "Kuffa, bo'ldi, to'xta. Bo'ldi qil. Buni so'roq tatma. Fa innahu yas'alu amma ahammahu." Chunki bu o'zi uchun nihoyat muhim bo'lgan masala to'g'ri so'radidu. Ya'ni men jahiliyatda islom keltirishdan ilgari mushundaq bir qilmishni qilib ekanman, mushundaq bir bag'ritosh, rahim shafqat yo'q bir ishni qilib ekanman. Bu qilmishim haqida Alloh taolo meni hisob kitob qilamdi, qanday bo'ladi deb shuni hukmini so'radidu. Ondan onunğa "Menga bu so'zingni qayta deb bergin" degandi. Qaytlab bersa, Peygamber aleyhisselam yeni yig'lab, ko'zlaridan yosh eqib, saqallargachilik o'lib ketdi, saqallargacha oqdi. Ondan onunğa Peygamber aleyhisselam "İnnalloha qad vada'a anil jahiliyati ma amilu" dedi. "Fasta'nif amalak." Alloh taolo bu jahiliyat qilgan ishlarni islom keltirishdan burun qilgan ishlarni Alloh taolo o'tibetdi. Uni hisob kitob qilmaydi. Sen musulmon bo'lsa, amalingni yangidan boshlagin. İlgiriki ishlaringni Alloh hisob kitob qilmaydi. Chunki islom dini bir kafir musulmon bo'lgandan keyin islom ilgirki gunohlarni yo'q qildi. Haj ilgirki gunohlarni yo'q qildi. Hijrat ilgirki gunohlarni yo'q qildi. Peygamber aleyhisselam rahim shafqat peygamber bo'lgan uchun bu gaplarni anglagan vaqtida nihoyat qalbi erib ketib, yig'lab ketdi. O'zini tutib ololmay, sabr qilolmay, bu gaplardan nihoyat ta'sirlanib ketib, biyaram bo'lib, yig'lab ketdi. Nima degan bag'ritoshlik bu? Bir dada o'zining qizini tirik holatda kumbassa. Shuni yig'lab soldi, o'zini tutolmadi. İlgirki hadis bo'lsin yoki bu hadis bo'lsin, o'xshashlar insonlarningki jahiliyatda qandoq ekanligini bizga bayon qilib beradi. U bo'lsa-mu, ular Allohdan qo'rqish, oxirat tuyg'usi, o'limdan keyin hisob kitob qilish tuyg'usi bular bo'lmaganishqa, shu barliq rahimsizliklarningki hammani qilgan. Farzandlarim shuni o'ldirib yotgan. Ammo islom dini kafir musulmon bo'lgandan keyin ilgirki gunohlarning hammani islom yo'q chiqardi. Hisob kitob qilmaydi.